Assalomu alaykum, hurmatli Qulupnay biznes kanalining obunachilari. 2026-yil 10-may. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida. Qulupnaylarimizning bugungi holati, bugun bizda yomg'ir bo'ldi. Qulupnaylar rosa maza qildi yomg'irga. Xo'sh, qulupnaylarimizdan 5-6 marta, adashmasam 6 marta terim bo'ldi. Allohga shukr, mashalloh, juda yaxshi hozir yana. Qulupnaylarimizning navi italyanskiy Kleri, hamda Albion. Xo'sh, Alba bor ozgina, koreyskiy Sulxen ham bor, ozroq Cabrilla bor. Asosan Kleri bilan Albion ekilgan. Bular Alba. Klerining orasiga tushib qolgan. Shu yonidagi Kleri. Bu yonidagilar Kleri, bular hammasi. Xo'sh, 2 kunda bir terim qilyapmiz. Mashalloh, juda ajoyib. Bugungi kundagi narxlarimiz adbor bilan sirinni aralash 32 mingdan 38 minggacha bo'lyapti. Maydalarimiz 20 ming. Shu atrofda mayda 10-20 tovoqdan 1-2 tovoq mayda chiqadi. Qolgani shu sredni bilan adbor. Kunlar isib ketyapti, o'rgimchakkanaga ishladik. O'rgimchakkanaga dori sepdik. ...2025-yil 1-2 sentyabr kunlari ekilgan qulupnaylarimiz. Holatlari juda yaxshi, Allohga shukr. Hosildorligi Allohga shukr juda yaxshi. Yana pastidan joy tayyorlayapmiz. Soya setka hali tutganimiz yo'q. Soya setka tutishimiz kerak. Orada 1-2 kun issiq bo'lib qoldi. Issiqda rosa qiynaldi lekin. Agatlarimizning mana bu ariqning o'rtasidan keyingi agat ariqning o'rtasigacha 1.30. 1.30 ga mana 2 qator tushgan. Mana bu qulupnaylar Cabrilla. Bu yil 3-yil hosil berishi. Oldingi videolarda ham aytganman. Shurayda ozgina qolib ketgan Cabrilla. Mana hosillari bu yil 3-yil hosil Cabrilla. Bu qulupnaylarimiz 2-yil hosil berishi, ekilganiga 2 yil bo'lgan bularning. Bular ham Allohga shukr juda yaxshi. Imkon bo'lsa har yil ekish kerak ekan. Xo'sh, agar ko'chatni sog'lom qilib tarbiyalab, agrotexnikalarni yaxshi qilsa 2-yilga, 3-yilga ham olib qo'ysa bo'lar ekan. Lekin agar imkoniyat bo'lsa, har yil ekish kerak ekan.
ikkinchi yilgi hosili. Bulardan avgust, sentyabr oylari ham ozroq hosil olganmiz. Hozir birinchi mana bahordagi hosili tugagandan keyin tanop chiqaradi. Tanoplarni, ko'chatlarni yulib olgandan keyin yaxshi avlanga qilib buni ziyati barglarini olib tashlab, tupidan bitta ikkita tup qoldirib qolganini olib tashlasa, keyin shu avgust, sentyabr oylari ham hosil berar ekan. Kleri bu. Tajribadan o'tgan, o'zimiz sinab ko'rganmiz. Ular kleri, oqsalafandagilar albion. Tomoni kleri, tomoni albion. Koreyskiy soloxin. Mayda-mayda bo'lib qolgan hosillar. Ochiq dalaga uncha ma'qul qilmas ekan bizda sharoitda. Balkim qayerlardadir yaxshi bo'lar.